Hammaga assalomu alaykum. YouTube'dagi Xon Plus'ning asosiy obunachilari. Bugun sizlarga yangi mavzularda bugundan yangi video olishda boshladik. 6,5 million so'mdan akalarimizni ishlarini yoritib boramiz. Faqat o'zimiz ishlab chiqargan mahsulotlar emas, o'zimizga o'xshagan shu birinchi qo'l ishlab chiqaruvchilardan mahsulotlar ko'rsatamiz. 6,5 million so'mdan akalar, tapchalarga qiziq bo'lsa, mo'shinligini qaranglar. Yong'oq bor, o'ris yog'och, hammasidan bor ekan. Bular 6,5 million so'm, 6 million so'm atak kelishsa bo'ladi. Bu nima deyapti akalar? Endi bu отдельный tema. Mo'shinligini qaranglar. Akalarimiz ham malades. Uyga qo'yib qo'yib, achchiq choyni damlab olib, ichib o'tirishga nima yetsin akalar? Qaranglar, sifat qanaqa chiroyli. Kattaligini men yetkazib bera olmayapman hozir. Juda chiroyli. Bu narxi 8,5 million so'm ekan. Xudo xohlasa bir naq pul bo'lsa menimcha kelsa bo'ladi akalar bilan. Nomerni qoldiramiz. Mana bu ham xuddi shunaqa. Qanaqa mo'shni ko'ringlar. 8,5 million so'mdan. Yong'oqqa qiziqadiganlarga mana yong'og'imiz bor. Yong'og'imiz xudo xohlasa qaranglar. Yong'oq qanaqa ishlangan. Yong'oq endi bu отдельный tema-da akalar. Yong'oq tapchan olaman deganlarga endi sekin zo'rni ko'rsatib boraveramiz. 18 million so'm akalar. Endi bu yong'oqni o'zlaring bilasizlar qanaqa nima. Maytda vashi boy akalarniki bor, uni ko'rsatamiz. Boy akalarni tapchani nima deyapti bu akalar? 20 million so'm. Bitta qo'yib qo'ysalaring qanaqa mazza bo'ladi. Buni qaranglar. Mo'shindan chiqadigani bemalol chiqib, oilaviy o'tirsalaring bemalol bo'laveradigan, xudo xohlasa qanaqa. Bularni ko'ryapsizlarmi? Tomini bitta cherpisa qildirib qo'yasizlar. Xudo xohlasa 20 million so'mdan akalarimizni nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'yicha jo'natib berishaveradi kelishilgan holda. Akalarimizni nomerini qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Agar bizga like bosinglar, endi bundan buyog'i biz faqatgina ishlab chiqarish uskunalari emas, har xil mavzularni olib chiqishga qaror qildik. Mana shu media sohasini yana bir rivojlantirishni plan qildik. O'zimiz ishlab chiqargan mahsulotlar, o'zimiz olib keladigan mahsulotlar qolaversa, mana shu xalqimizga manfaatli bo'ladigan birinchi qo'l mahsulotlarni ko'rsatishda davom etmoqchimiz. Ko'ryapsizlar, 20 million so'm. Endi mana buni 8,5 million so'm. 8 million so'm mana shunaqa har xil aytgan fasonlaringda, aytgan ko'rinishlaringda yasab berishaveradi akalar. Endi ana biznes qilaman deydigan akalar bo'lsa, qaranglar, biznesni hozir nima ko'p milliylikka e'tibor berishyapti mana. Ayron, Center ayron. Mana shunaqa qilib, mana shunaqa narsalardan yasab berishaveradi akalarimiz. Qanaqa? Qarang, oddiy narsadan qanaqa chiqazib qo'yishgan. Akalarimiz qo'li dard ko'rmasin deganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa sizlarga manfaatli videolarimiz chiqadi. Yana nima qiziq sizlarga kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Yoqsa like, yoqmasa dislike bildiringlar. Biz yana ham bir mehnat qilamiz sizlar uchun. Bundan buyog'i har kuni yangi videolarni yuklaymiz. Hamda o'zimizni ishlab chiqaradigan uskunalarimizga kerak uskunalar kerak bo'lsa, yana ham bir yangi ishlarni o'ylab topamiz. Mana agar qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Nomerlarni yozib qoldiramiz videoda. Xudo xohlasa kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Shovqinga e'tibor bermaysizlar, korobka. Mana shunday. Sizlar bilan Xon Plus Group bo'ldi.